Qo'limdagi mana bu kostyum afsonaviy pop qiroli Michael Jacksonniki. Albatta bu originali emas. Menimcha dunyo bo'ylab Michael Jacksonning muxlislari millionlab topiladi. Bizning aktyorlarimiz orasida ham Michael Jacksonga taqlid qilib, uni ijodiga qiziqadigan tengdoshlarimiz juda ham ko'p. Bugun biz sizni ana shulardan biri bilan tanishtirmoqchimiz. Uning kim ekanligiga qiziqyapsiz albatta. Demak, dasturimiz davomini kuzating. Buni albatta birgalikda bilib olamiz. Aktyorlikdan zo'r pul topyapman, to'g'risini aytaman. Psixolog tavsiya qildi, raqsga bering, gimnastikaga bering deb. Raqs men uchun bu meni hayotim. Hali hanuz yolg'iz qidiryapman. Ular o'quvchiga emas, faqat menga qarab o'tirishadi. Qanaqadir boshqacha video qilsamchi. Yigitning omadi bilan o'ynash qiyin, chunki ertaga nima bo'ladi hech kim bilmaydi. Hozirdan da bu ishni uddalayotganlar bor. Motor bormi? Boshladik. Mana hozir biz O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasiga keldik. Bu yerda talabalar uchun yaratilgan sharoitlarni ko'rib, to'g'risi havasim keldi. Shinamgina xonalar, mahorat darslari, xullas bu yerdan bir kun kelib, Tamara xonim, Mukarrama Turg'unboyeva kabi afsonaviy ijodkorlar yetishib chiqishiga albatta ishonamiz. Hozirdan da bu ishni uddalayotganlar bor. Raqs men uchun bu meni hayotim. Raqsga tushayotganimda har xil tuyg'ularni his qilsa bo'ladi va albatta raqsga tushayotganimda o'zimni baxtli his qilaman. Raqs bilan shug'ullanganimga 13-yil bo'lyapti. San'atdan o'zimni topdim, o'zimni yo'limni, o'zimni kasbimni, o'zimni yaxshi ko'radigan ishimni, yaxshi insonlarni topdim raqs orqali. Juda ham ko'p chet tiliga borganman raqs orqali va raqs orqali albatta o'zimni auditoriyamni, o'zimni tomoshabinlarni topdim. O'zimni osmon desam, mendan ham osmon ekan, bilsa ham yerga tushmagan. Alina Babeshko Toshkent shahrida tug'ilgan. Bolaligidan onasi uni turli to'garaklarga olib boradi. Qahramonimiz maktabda o'qib yurgan paytlarda raqs san'atiga mehr qo'yadi. So'ngra o'qishni respublika ixtisoslashtirilgan xoreografiya maktab-internatida davom ettiradi. Raqs maktabida o'qish davomida turli milliy va xalqaro raqs tanlovlarida ishtirok etib, ko'p bora laureat ham bo'lgan. Hozirda o'zbek milliy raqsini o'ziga xos tarzda o'zga davlatlarda ham namoyish qilib kelmoqda. Kelgin gulum, erkalagin bog'ulayin. Dardlaring olayin do'st. Alina Babeshko ayni paytda O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasining magistratura bosqichida o'qiydi. Shu bilan birga raqs san'ati tarixi mavzusida ilmiy ishni ham davom ettiryapti. Qolaversa, bakalavr bosqichidagi talabalarga ham raqs sirlarini o'rgatib kelmoqda. Qahramonimiz mart oyi boshida prezidentimiz tomonidan Zulfiya davlat mukofoti bilan taqdirlandi. Xoreografiya, Toshkent xoreografiyasiga olib keldilar meni. Borganimda kirishim bilan o'sha binosiga qanaqadir boshqa dunyoga tushgan holatda bo'lganman-da. Chunki kirishi bilan muzika chalingan, har bitta xonasida eshitiladi muzika fortepianodagi. Bundan tashqari raqsga zalga kirsam, hamma raqsga tushadi. Hamma raqqosalarni ko'rib havas qilganman. Albatta yoshligimdan raqs bilan shug'ullanmaganim uchun, o'zbek raqsini bilmaganim uchun boshda hech narsa qo'limdan kelmasdi, hech narsa chiqmasdi. Juda ham qiynalardim o'zbek raqsga tushganimda. Xalq sahna raqsi alohida bizda shunaqa darsimiz bor. Xalq sahna raqsida yaxshi chiqardi. O'sha xalq sahna raqsida biz har butun dunyoning raqslarini o'rganamiz.
Bundan tashqari mumtoz raqsimiz darsimiz bo'lgan. Chet tilda o'zi Rossiya Federatsiyasida meni qarindoshlarim ularni ko'rishga borganimizda qanaqadir esdalik uchun videoga tushgim keldi va qo'yam keldi o'sha paytida. Qani o'sha Qizil maydonda men qanaqadir boshqacha video qilsamchi va raqsga tushdim. Videoga singlimni iltimos qilib, singlim olib berdilar. Bundan keyin joylashtirganimdan keyin ko'rsam, hamma yaxshi fikrlarni bildirdi va juda ham tez tarqalib ketdi o'sha video. Men ham tushundim, что bu meni yo'nalishim. Chunki men raqqosaman, demak, butun meni auditoriyam kutyapti mendan raqslarni, raqs bilan videolarni. Bugungi kunda maqsadlarim hozir mana o'tgan yilda magistraturani bitirib, sentyabrdan boshladim. Yangi yo'nalishimni, darslarni berishni boshladim. Pedagog, stajyor sifatida va Xudo xolasa doktoranturaga ham kirmoqchiman. Ilmiy ishlarni ustida ishlamoqchiman. O'zimni hissamni qo'shmoqchiman. Zulfiya nomidagi davlat mukofotini olganman. Har yilida Zulfiya nomidagi davlat mukofotida bizani sohamizdagi qizlari albatta ega bo'lishadi. Shu mukofotda ham aytmoqchiman-da. Bundan tashqari qancha bizani davlatimizda shuncha ko'p tadbirlar bor. Shuncha ko'p festivallari bor, xalqaro festivallari bor, o'tkazilishyapti. Chet tilda ham juda ham ko'p festivallari milliy raqs yo'nalishi bo'yicha. Yoshlar, ayniqsa yoshlar uchun, ayniqsa madaniyat sohamizdagi ijodkorlar uchun va hozir ham rivojlanyapti, yana yangi imkoniyatlarni biz uchun yaratib beryapti. Bizda faqat natija va barcha imkoniyatlar bilan biza faqat foydalanishimiz kerak. Siz hozirgina kadrlarda raqsini ko'rgan qiz Alina Babeshko, demak, o'zbek milliy raqsini dunyo sahnalarida namoyish qilishni maqsad qilgan bo'lsa, yana bir tengdoshimiz Sarinoz Raimjonova esa o'z bilimlarini yosh qizchalarga, shogirdlarga ulashishni maqsad qilgan. Demak, qizlarimizning hikoyalariga quloq tutamiz. Aytishcha farqi yo'qmush rangimdan soya. Raqs men uchun motivatsiya. Kayfiyatim yo'q bo'lsa ham shu shug'ullansam, o'zim ustimda ishlasam, xursand bo'laman, kayfiyatim ko'tariladi. O'zimga yoqadi. Charchaganimni sezmayman. Xursand bo'lib chiqib ketaman zaldan. Keyin bolalarga dars o'tgani borsam ham ulardagi emotsiyani ko'rib, men battar xursand bo'lib ketaman.
Sarvinoz Raimjonova ham Toshkent shahrida tug'ilgan. Uni ham ota-onasi sog'lom va chiroyli qomatga ega bo'lib, voyaga yetsin deb 1-sinfidan respublika ixtisoslashtirilgan xoreografiya maktab-internatiga olib boradilar. Yillar o'tib Sarvinoz ham professional raqqosa bo'lib shakllandi. Qahramonimiz hozirda O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasida o'qishni davom ettiryapti. Shu bilan birgalikda o'zi istiqomat qiladigan mahalladagi raqs san'atiga qiziqqan qizlar uchun to'garak tashkil etib, o'z bilimlarini yosh qizchalarga ham o'rgatib kelmoqda. Hozirgi kunda ko'p bolalarni umr to'pag'onasida, oyog'ida plastoskopiya, keyin o'zligi qanaqadir, egoist bo'lib katta bo'lishyapti, qizg'anchiq bo'lib, shu narsalarni yo'qotish uchun olib kelishyapti. Ko'pchiligi kelishyapti, psixolog tavsiya qildi, raqsga bering, gimnastikaga bering deb. Shunaqa deb olib kelishadi. Qon aylanadi, ulardagi kuch oshadi. Holsiz bo'lib yurishmaydi. Men oyim raqsga olib kelganlarida o'zim ham oyog'imda nuqsonim bor edi. Shuning uchun to'g'rilagan olib kelgandilar oyim. Kichkinaligimda men ham o'quvchilarimga o'xshab kichkina bo'lib yurardim. 3 yoshimdami borganman. Keyin televideniyalarga chiqishni boshlaganman, konsertlarda chiqishni boshlanib, menga yoqqan. Xursand bo'lardim. Keyin o'qituvchim aytganlarki, xoreografiya maktabiga topshirgan, sanda bor, sanda chiqadi dedilar. Bu yog'iga maqsadim shu o'quvchilarimni, o'zimni alohida shunaqa studiyamni ochish, raqs studiyamni ochish, o'quvchilarimni ko'paytirib, ularni xuddi dunyoviy festivallarga olib chiqish. Mana Buxorocha, Xorazmcha, o'zimizning milliy raqslarni saqlab qolgan holda o'quvchilarimga yetkazib berib, konkurslarga chiqqanimizda ham o'sha o'zimizning milliyligimizni ko'rsatib chiqish niyatim bor. Men Dilora Madrahimovani kuzataman. Ulardagi professional raqqosalar ko'p, lekin men ichimdan yaxshi ko'radiganim, havas qiladiganim, haqiqatan ham mehnat orqasidan shunchalik kuchlilari, ularning ichidagi emotsiya, motivatsiya, irodalari kuchlilari menga juda ham yoqadi. Hammaliga aytishadi, qizimiz juda ham o'zgardi, yurishlari o'zgardi, muomalalari o'zgardi deb har doim aytishadi. Ya'ni qo'shniligini ham olib kelishadi, uni o'rtog'ini ham olib kelishadi. Sizni qizingiz boshqacha bo'pti-da, meni ham qizimni beraylik o'sha yerga deb boshqalar ham olib kelishadi-da, qizida o'zgarishini ko'rib. Hayotdagi oliy maqsadim o'quvchilarimni ko'paytirib, ularni har bitta shaharlarga, viloyatlarga, konkurslarga olib chiqib, ularni ommaga tanitish va shu orqali o'zbek raqsini dunyoga tanitish. Nafaqat katta raqqosalar emas, bizda kichkina o'quvchilarimiz ham shunaqa talantligini ko'rsatib berish. Chunki o'quvchilarim bor, men ulardagi ichidagi olovni ko'rib xursand bo'lib ketaman-da. Kichkina qiz qanaqa shunaqa darajada, professional darajada ijro qilyapti deb o'zim hayratda qolaman-da. Yo'q, bularni ko'rsatish kerak ekan. Dedim, o'zi boshida unaqa meni niyatim yo'q edi. Faqat shunaqa ishga kelib, ishga ketib, unaqa konkurslarga olib chiqaman, televizorlarga olib chiqaman degan umuman maqsadim yo'q edi. Men u qizlardagi ishtiyoqni ko'rib, bu qizlarni ko'rsatish kerak, talantini ko'rsatish kerak deb o'yladim.
Dunyo tanigan yulduzlarga havas va taqlid qilib, san'atga mehr qo'ygan, keyinchalik o'zi ham shu soha Michael Jacksonni bilmaydiganlar bo'lmasa kerak. Merdan Matbaliyev estrada va sirk kollejida o'qib yurgan paytlarida Michael Jackson raqslarini ijro etardi. Keyinchalik san'at institutida tahsil olgan vaqtlarda ham turli tadbir va imtihonlarda bu mahorati unga qo'l kelgan edi. Hatto uni o'sha paytlarda kursdoshlari Michael Jackson deb ham chaqirishardi. Bo'ldimi? Haqiqiy raqs mana bunaqa bo'ladi. Chetga o't. Marhamat. Mehr qo'ygan. Qahramonimiz hozirda bir nechta videokliplarda, telenovellalarda, teleseriallarda va badiiy filmlarda turli rollarni ijro etib kelmoqda. Sevgi yalgan, ishq yalgan, yalgan beri. Yalgancılar dilimni yandırdı meni. Elemli yalgan duygular beri. Shu bilan birgalikda Merdan qo'shiq ham kuylaydi. Bir so'z bilan aytganda, serqirra ijodkor. Har bir aktyor kabi u ham o'z hamiyati va tabiatiga mos qahramon rolini ijro etishni va shu orqali kino tarixiga muhrlanishni orzu qiladi. Artist bo'lmoqchiman. Yaxshi artist. Bu artist ham qo'shiqchi bo'lishi mumkin, ham aktyor bo'lishi mumkin, ham o'sha raqqos bo'lishi mumkin. Mani qalbimga hammasi yaqin. Raqsni hamma ham eplolmaydi. O'g'il bola raqsni, nima o'g'il bolani ishi emas, unaqa deyishadi endi. Bu san'at. O'sha san'atni tanlagan odam ko'p qirrali bo'lishi kerak. Har tomonlama tayyor turish kerak. Misol hozir raqsga tushib ber desa, raqsga tushib berish kerak. Jiddiy bo'lib, doktor bo'lish kerak bo'lsa, doktor bo'lish kerak, ishontirish kerak xalqni. Aktyor ishontirish kerak mana shu o'ynayotgan rolida. Raqqosni o'ynayotdim, raqsga tushib berish kerak, professionalni. Shunga mos bir ish topib bera olasizmi? Qarindoshingiz o'g'il bolami, qiz bolami? Qiz bola. Unda o'zingizga shogird qilib ola qoling. Men ko'proq seriallarda ko'p rol ijro etaman. Seriallarda novella, serial, o'shalar ko'pincha meni yo'nalishim deb o'ylayman. Kliplarda chiqaman. Menda asosiy hozir Tojikiston, Qirg'iziston, qo'shni davlatdan menga takliflar juda ham ko'p. O'zimiznikida deyarli hali chiqmadim. Chunki men o'zim oldin ashula aytganman. Balki shungadir deb o'ylayman. Lekin bir janona va misoli afsona. Ko'pmasda men tomona nega doim o'ylagan edim men. Men oyim mazza qilib tomosha qiladigan rolni ijro etgim keladi. To'g'risini aytaman. Meni oyijonim mazza qilib tomosha qiladigan rolni ijro etgim keladi, chunki meni asosiy muxlisim bu onam. Meni har bitta chiqqan u novella bo'ladimi, u klip bo'ladimi, u serial bo'ladimi, kino, badiiy film bo'ladimi, hammasini oyim ko'rgan. Har bittasini ko'radi. Yig'ishtirlaring bunaqangi mayda-chuyda chaqalarni yig'ishni. Asosiy ishdan chalg'ib ketyapsizlar. 3 kun vaqtimiz qoldi deyapman sizlarga. Tanlov badiiy filmda men o'sha hakkerni o'ynaganman. Kiber anaqa jinoyatga aloqador insonni o'ynaganman. Hozir yaqinda yangi serialim chiqadi, xudo xolasa ko'rasizlar. Qaysi qani balki My5 dan ketar, xudo xolasa. Tarmoq degan serialda rol ijro etdim. Unda aksincha o'sha kiber jinoyatchilarni tergab, o'shalarni qidirib yuradigan umuman boshqa yo'nalishdagi personajni ijro etdim. Ancha muncha pul ishladik-ku. Menga qarra, kimga ishlaysan? Vaqtida yig'ishtirganimiz yaxshi. Sevaman. Oyi, Nima bu? Hech qayerda o'qimaydigan, ishlamaydigan odam shuncha pulni qayerdan topasan? yigitni omadi bilan o'ynash bo'lmaydi. Hech bir yigitni omadi bilan o'ynash bo'lmaydi. Chunki ertaga nima bo'ladi, hech kim bilmaydi. Hamma mana shu meni tomosha qilayotgan muxlislarmi, o'sha ijodkorlarmi, kim meni tomosha qilayotgan bo'lsa, hammangizda bir kun omadingiz keladi. Eslab qolinglar. Ko'pchilik menga aytadi, O'zbekiston Shohruxxonimi sizda. Yo'q, men O'zbekiston Merdaniman. Bilmam soat nechada, uyqum qochar kechada, aylanaman.
Yo'q, unaqasi agar shu paytgacha ko'nglimda qanaqadir qo'ng'iroq chalgani bo'lganida men uylanib yuborardim. Hali shunaqasi uchratmadim, o'shaning uchun hali hanuz yolg'iz qidiryapman. Lekin bilaman, hammani manimda yozilgani bo'ladi. Albatta har bitta odam jufti bilan yoriladi. Mani juftim qayerdadir, meni ko'ryapti tomosha qilib. Oradan mana yana yillar ham o'tdi, yuragim yig'lab o'zini ovutdi, sen tomon yana xayolim ketdi. Sen esa hech kelmading bir bor. Bugun seni ko'rdim uzoqdan, lekin bora olmadim sen tomon. Samandar aka, assalomu alaykum. Kuzatayotgan bo'lsangiz, sizning ijodingizdan. Muhabbat yaprog'in uzganing rostmi? Chechak ochilsin deb kutganing rostmi? Sevgi gulshanida bir lola bo'lib, Bulbulning mehrini tutganing rostmi? Tog'lardek matonat tilayman senga, daryodek jo'shqin bo'l sevgi bobida. harakat qilish kerak. O'xshasa, o'xshamasa harakat qilib ko'rish kerak. Chunki o'shanda natijasi bo'ladi. Ha, demak, natijasi bunaqa ekan. Harakat qilmasdan natija bo'lmaydi. Yig'laganman, yig'lamadim demayman. Oyim urishadi, yig'lasa. Bitta syomkada videolar tarqalgan, o'sha yig'laganimni men bu yoqda o'zim uchun yig'lamaganman. Boshqa bir insonni jarohat olgan, o'sha uchun men siqilib qoldim-da. O'zim xohlamagan tarzda bo'lgan narsa, o'sha oyim yomon ko'radi yig'lashni. Lekin ko'pchilik aytadi, erkak kishi yig'lamaydi deb. Nimaga aytadi, bilasizmi? Erkak kishi yig'lamaydi. Bu meni fikrimcha, erkak kishi yolg'ondan yig'lamaydi. Erkak kishi hech qachon yolg'ondan yig'lamaydi. Yig'lasa shu yerdan yig'lab oladi. Bu yerdan chiqadi hamma yig'lagani. Men hozir bitta voqea esimga tushdi, o'shaning uchun ko'zimga yosh keldi ozgina. Jonim dada, jonim. Dadam vafot etganlar. Kasal bo'lgan, operatsiya bo'lgandan keyin mani eng og'ir kunim shu. Lekin meni uchun haligacha anaqa nima deydi? Ketmaganda. Hali ham shu yerda. To'g'risini aytsam, bugun tushimda ko'rdim adam. Mana shu turibman, bugun tushimda ko'rdim adam. Armonim shu, dadam to'yini ko'rmagan. Michael Jackson bo'yicha men juda ham ko'p laureatlar o'rinlar olganman o'sha raqs bo'yicha, yo'nalish pop stili yo'nalishida, o'sha raqsda harakat qilaman sizlarga nimadir ko'rsatishga hozir. Bitta turib, mana shu turishi, bitta qarashi bo'ldi. Ko'p odam, ko'p ijodkorlar, mashhur juda ham hozir kungacha u qo'llanadi. U o'sha teatralniyda Stanislavskiy bizlar uchun sistema bo'lsa, men o'ylayman qo'shiqchilar uchun, ko'pchilik uchun o'sha Michael Jackson ijodi sistemadek tuyuladi. O'shandan olib kiyimlarini, o'zini tutishlari, plastik harakatlar, o'sha sahna bezaklari, o'shanni ko'rib, ustiga o'zlarining fikrini, ideyalarini qo'shib, yanada boyitib chiqaradi. Umrini berdi, umrini, mana shu ijodga umrini berdi. Mana bugungi qahramonlarimizning so'zlarini birgalikda tingladik. Albatta, ularga o'z maqsadlariga yetish yo'lida chin dildan omad tilab qolamiz. Maqsad bor joyda albatta harakat bo'ladi. Harakat bor joyda esa albatta natija ham bo'ladi. Demak,
Siz ham harakat qiling, mehnat qiling va yutuqlarga erishing. Ana shu paytda albatta biz sizdan intervyu olishga boramiz. Yana Stimulda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.